Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari hamda Bozor Master kanali obunachilari. Bugun Andijon viloyati Marhamat tumani o'zimizni Marhamatdagi xonadonimizda mana video syomkalarimizni boshladik. Bir dona sotiladigan yosh ko'chat narsamiz bor akalar ukalar. Mol qilaman, zo'ridan bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, boqib maza qiladigan aka-ukalarimiz uchun bir dona Shved sigirimiz bor akalar ukalar. Shved sigirimizni to'liq ma'lumotlarini sizlarga hozir video davomida qo'ldan kelgancha aytib o'tamiz, tushuntirib, to'liq ma'lumotlarni sizlarga qo'ldan kelgancha yoritib boramiz, xudo xolasa. Xo'p, akalar ukalar, bu YouTube'ga bu videolarni chiqarishdan maqsad obunachi to'plash. Obunachi to'plangandan keyin inshaalloh o'zimizga o'xshagan molpurush aka-ukalarimizni reklamalarni qilib daromad qilish akalar. Xullas akalar, to'liq sizlarga gapni ochig'ini aytadigan bo'lsam, kanalga obuna bo'lmasdan 99%, pashti 98-99% inson videolarimizni ko'rib boryapti. Iltimos qilib qolardim, videoga like bosib, kommentariy iloji bo'lsa negativ emas, aktiv kommentariy qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'yishinglar. Kanalga obuna bo'lsalaringiz manaqa qayna yaxshi videolarni sizlarga chiqarib boryapmiz. Harakat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. To'liq videolarni yangi ko'rib borishinglarni o'zinglar uchun xabar bo'lib borib turadi. Chiqarayotgan internetga chiqarayotgan videolarimiz. Akalar, bo'lmasa molni ma'lumotlarini boshlaylik. Molni ma'lumotlarini berishdan oldin bir qator sizlarga ko'rsatib o'taman. Molimiz yosh ko'chat. Orqa tomondan ko'rinishlari, korobkalari ham juda chiroyli. Molni birinchi ma'lumoti yosh akalar. Mol yosh shved poroda. Buni enasi savayskiy shved bo'lgan. O'zimizda bo'lgan enasi ham. Buni 3 oyligida sotib 6.300.000 so'mga sotganmiz. Olgan insonlar mana bir marta tug'dirib, ikkinchisiga yana homiladorlik paytida bizga qaytib berishdi akalar. Qaytib berib ham nimaga? Sotib oldik. Yana o'zimizga aka molni sotyapman deganligi uchun yana qaytib sotib oldik. Xo'p, endi ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, molimiz 8,5 oylik bo'g'oz akalar. 15-avgust kuni mol qo'yilgan. 2024-yil 15-avgust sanada molimiz buqaga qo'yilgan. Birinchi bolasini 15.100.000 so'mga navosi degan sotishgan. Mol egasini aytishi bo'yicha akalar 13 litrdan 16 litrga doğru sut bergan. 13 litrdan 16 litrga doğru sut bergan. Buni onasi 28 litrga doğru sut bergan. Bu onasini 19,5 million so'mga mashq o'najinlik paytida, mashq tug'ilgan paytida olganman. Bu 40 kunligida olgan paytimda olib, mana endi taqdir nasib yana shu kun kelib onasi sotib yuborganmiz. Bolasi mana ujum mol bo'libdi akalar. Tishi 3 dona, ya'niki 3 yashar mol, 3 yillik mol, ikkinchi tug'ishiga homilador akalar. Mol qilaman degan aka-ukalarimizga kelinlari ham juda chiroyli holatda, tulovlari ham kelgan. Mana hozir ko'rgan bo'lsalaringiz, hozir qashidim. Tulovlari o'ta to'kilyapti, junlari. Qarab parvarish qilaman degan aka-ukalarimizga o'ta chiroyli variant. So'skalarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana so'skalari ham juda chiroyli. Shunday bosganlaringizda shovullab tushadigan variantida. Molni xudo xolasa g'ubor aybi yo'q. Faqatgina bir dona aybini sizlarga aytib o'taman. Erkak kishidan ozgina cho'chiydi. Ayol kishidan cho'chimaydi, erkak kishidan ozgina cho'chiydi. Chunki ayollar qaragan ekan, akamiz ham Rossiyada yurar ekan. Ayol kishidan qo'rqmas ekan, erkak kishidan ozgina cho'chir ekan akalar. Molimizni sotamiz akalar. Bu videoni chiqarishdan maqsad YouTube'ga molni sotish, molni sotib boshqa bir ishimiz bor. Inshaalloh boshlash. Molni 8 oyligida olganmiz. O'zimiz sutdan chiqardik. 8 oylik bo'g'ozligida 4 litr sut beryapti akalar.
olib kelib o'zimiz mana shu yerda qo'limiz bilan sutdan chiqardik. Molni to'rala soskasiga, bachadoniga xudo xolasa javob beramiz akalar. Behijolat molni yo'ldosh tushgunga to'g'ri agar bachadoni chiqib yo bir dona soskasi ishlamasa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, sразу borib pulinglarni возврат qilib molni qaytarib olib kelaveramiz aka. Agar yo'ldoshi tushgandan keyin u muammo bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi biz molni qabul qilmaymiz. Hamma joydan so'rab olaverasizlar. Molni bo'yiga keladigan bo'lsak, oldi tomondan 1.22 santimetr chiqdi, orqa tomondan 1.26 santimetr chiqdi akalar. Xo'p, molimizni narx-navolariga keladigan bo'lsak, molimizni narxini 30 million so'm oz-moz xayrini qilib beramiz akalar. Vodiy bo'ylab dastavka devorolmaymiz, lekin vodiy bo'ylab mashina topib berishga harakat qilamiz. Chunki biz o'zimiz mashinamizni sotib yubordik, laboyimizni mol yuklamaymiz. Boshqa mashina olganmiz, mol yuklamaymiz. Endi boshqa mashinalarni topib beramiz akalar. Kilometriga 5000 so'mdan tanish sho'pirlarimiz bor, olib borib tashlab beradi. Yo 5000 yo 4000 so'mdan tanish sho'pirlar bor, olib borib tashlab beradi. Agar mashina muammo degan aka-ukalarimiz bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkasi topib beriladi akalar. Xizmatini o'zingizlar расчет qilasizlar. Nomerlarimizga keladigan bo'lsak, 90lik 770 60 61 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Yana qaytarib o'taman. 90lik 770 60 61 raqamiga aloqaga chiqsalaringiz, meni o'zimning shaxsiy nomerim, reklamalar bo'lsa ham behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha reklamalarni qilib beraman. Akalar, ukalar, videoni olayotgan sanamiz bugun hafta kuni yakshanba 2025-yil 27-aprel sanasida turibmiz. Yana 1 oy, 1,5 oydan keyin aloqaga chiqsalaringiz, bu mol yo'q bo'lishi mumkin akalar. U paytda aloqaga chiqmay ham qo'yaverasizlar agar mana shu mol uchun bo'lsa. Xo'p, akalar, ukalar, buni ma'lumotlarini sizlarga mana to'liq qilib chiqarib berdik. Xudo xolasa yana bir qaytarib o'taman. Molni tishi 3 ta, 15 kun oldin ko'rganmiz. Может 4 ta bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin, lekin 3 yosh mol. Bo'yiga keladigan bo'lsa, oldi tomondan 1.22, orqa tomondan 1.26, 8,5 oylik bo'g'oz molimiz. Behijolat aytib o'tilgan nomerlarga aloqaga chiqib, kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib, kommentariya, aktiv kommentariyalar qoldirishingizni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda yana diydor mana shunaqa yaxshi chiroyli mollarni chiqarib borib, yana mana shunaqa mollarning ustida like'lar bosib, kanalga obuna bo'lib, kuzatib boringlar akalar. Sog' salomat bo'linglar.